Leksimizi davamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Endiki mavzu mundaq. Bugünkü çisla 2020 yıl 7. ayının 12. günü haftığı yekşembe. Endiki mavzu mundaq. Amerika Qo'shma Shtatlar kelarapti. Janubiy Jungo dengizi vaziyatining o'rlab ketganligi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Mavzuda xabar 2020 yil 7 ayning 11 kuni Erkin Osiyoning Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Bilim bor 7 ayning 10 kuni xabardor 2 nafar kishining so'zlaridan naql keltirib munda xabar qildi. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati kelarapti Janubiy Jungo dengizi vaziyatining o'rlab ketganligi to'g'risida bayonot e'lon qilish plan qildi. Balki ikki davlat Amerika Jungo dengiz armiyalari bu rayonda harbiy manevr qilishni amdila oxirlashtirgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministerligi 7 ayning 2 kuni Jungo dengiz armiyasining yoki 5 kun oralig'ida g'arbiy taqim Arallo suyida harbiy ishlar faoliyati elib borganligi to'g'risida bayonot e'lon qilgan edi. Amerika taraf mundaq ko'rsatgan. Azadlık armiya manevr qiladigan rayon jumladan talash tortish qilinayotgan rayonlar va territoriyalardir. Janubiy dengizda talash tortish bo'layotgan rayonlarda harbiy manevr elib boradigan ish bo'lsa, jiddiy kayfiyatni pasaytishga, muqimlikni saqlashga foydasiz. Bayonotda mundaq ko'rsatildi. Jungoning harakatlari Janubiy dengizning vaziyatiga buzg'unchilik qilib keladi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministerligi yana mundaq ko'rsatdi. Bu qatim harbiy manevr Jungoning qonunsiz dengiz territoriya tashabbusi Janubiy dengiz atrofidagi davlatlarga foydasiz bo'lgan bir qatimliq harakat edi. Bayonot mundaq ko'rsatildi. Jungoning harakatlari uning Janubiy Jungo dengizini harbiylashtirmayman deb bergan va'dasiga hamda Amerikaning erkin ochib etilgan Hind Tinch okean rayoni qurish manzilasiga yoki kelgusiga kuchli selishtirma bo'lib qoldi. Erkin ochib etilgan Hind Tinch okean manzilasi barliq davlatlar cho'ng kichik deb ayirmay egilik huquq kafolatga ega qilinadi, majburlanmaydi. E'tirof qilingan xalqaro prinsip va qoidalar bo'yicha iqtisodni taraqqiy qildirishni qo'g'lishidir. Amerika tarafining tanqidiga qarta Jungo Davlat Mudofaa Ministerligining bayonotchisi Ringo Chang 9 kuni javob qaytarib mundaq dedi. Bu qatimqi yillik mashqlantirish plani odatdagidek o'rinlashtirish. Jungo armiyasining qo'g'dinish iqtidorini o'stirishni maqsad qiladi. U ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Mashqlantirish belgilangan davlatga va nishonga qaratilmaydi. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi oq-qorani ust-ustin qilib, pakt qaramay, davlatlararo munosabatlarda aroz paydo qilib, ziddiyatlardan foydalanib biliq tutmoqchi bo'ldi. Bu jungoliklarning Amerikani tanqidlash usuli qiliblashgan usul. Bilim bor bunda ko'rsatdi. Amerika Jungo tarafining g'arb taqim orollarida mashq elib berishini qaror qilishidan Amerika ansirashga boshladi. Washington kelarapti aloqador taraflarning maydoni pozitsiyasini bildirib, bu to'g'rida bayonot e'lon qilmoqchi bo'layotdi. Prezident Trump yaqindan beri ko'p qatam yuqumli virus va savdo masalalari to'g'risida Jungo doiralarini tanqid qilib keldi.
İki tarafның sürkülüşü allaqaçan başlandı. Növbəti Amerika Deniz Armiyası 7. skadroni 4. günü bayanat elan qılıb Amerika Qoşmuş Ştatlarının Dövlət Bayramı günüdə bayanat elan qılıb çəksiz və təngdaşsız qudretlik Deniz Armiyasının Amerika Deniz Armiyasının 7. ayının 4. gündəki Dövlət Bayramını təbrikləgəni. Şundaqla Cənubi Denizdə bir cüp avamatka her bir manevr ötküzüp içip etilgen erken hindi tençokyan rayonuna kollaydıqallığını bildirgen idi. Hani bu bugünkü leksiyalarımız, hürmetli vatandaşlarım,